Premierni 1000-1200 dollar atrofida Cobalt avtomobiliga nima navrot qilsa bo'ladi deb so'ragan tanishdagi bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Biz bu narxlarning ichida nima navrotlar qilib berganimizni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda bu yeng Cobaltimizni to'liq premium klassda shum izolyatsiya qilib berganmiz. STP mahsulotlaridan foydalangan holatda premium mahsulotlardan foydalanib shumka qilib qo'yganmiz. Asosiy ishi qolgan ishlari salonida, tashqi qismida ham bir qancha ishlar bor, ularni ham ko'rsatib obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda Malibu 2 bar o'rnatib berdi. Yaxshisidan original ruchnoy tormozlari bilan ovozsiz o'rnatilgan. Undan keyin o'zining shtatniy ruliga knopkalar qo'yib, cruise control multimedialarni ishlatib berganmiz. Programma orqali bo'ladi hammasi. Полный salon освещение bo'lgan, tablolari, o'yinga o'tadigan knopkalar hammasini oq rangda yonadigan qilib berganmiz. To'liq holda Mateo Yakupin qilingan salonlari, o'yin plancheti, ruchka atrofi, kolonka setkalar, tablo ramkalari, Malibu 2 bari ustidagi detallari ham Mateo Yakupin qilingan ko'rasizlar. O't ido bo'lgan. Eshigidagi obshivkasi kojinli qilib qo'yganmiz. Perforatsiya hamda gladkiy kojidan foydalangan holatda kojinli bo'lib ketgan. Podsetkani aytdik, karpetlar qilingan shumkani komplektida. Hop. Tablolar ham akkuratna shunaqa tuning bo'lgan. MRS video registratorlarni o'rnatib qo'yganmiz. Kачествоsi zo'r, haqiqiy premium mahsulotlarni o'rnatib berganmiz. Slepoy zona, GPS larigacha bo'ladi. Malibu 2 barlar ham yaxshisi original ovoz ruchnoy tormozlar bilan o'rnatilgan holatda turibdi. Hop, krugovoy tonirovka qilingan Rhino brendi ostidagi plyonkalarimiz. Hop, oldi yon oynalar 70%, orqalari 100%. Ichkaridan ko'rinishi mana shunaqa tiniq bo'ladi. Oldilar bo'y bilan yon oynani solishtirsangiz bo'ladi. Krugovoy tonirovka, laminatsiya, bar, rul, Vatan Start Stop originali, полный salon Mateo Yakupin, salon освещение, premium klassda video registrator, to'liq premium shum izolyatsiya bo'lgan. Undan keyin faralariga ledlar qo'yib ishlatib berganmiz. Tumankalari, dalni bilishni mana shu oqrangda yonib turadigan qilib qo'yganmiz. Tumankaga ham yaxshisidan zimmer led o'rnatilgan, dalni bilishniga ham G7 ledlar o'rnatib qo'yganmiz. Xullas, bu yeng Cobaltimiz tayyor holatda. Xizmatda qiziq bo'lsa Max Tuningga murojaat qilaverasizlar. Ishdan inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz.